Keyingi mavzuyimiz, demak, yorug'likning sinish qonuni, absolyut va nisbiy sindirish ko'rsatkichi. O'sha mavzuyimizni mantiqiy davom ettiramiz. Xo'p. Endi qanaqadir biza hozir shu paytgacha yorug'likni to'liq qaytardik, ha? Yassi ko'zguga tushgan nur albatta hammasi qaytadi. To'g'rimi? Endi yorug'likni sinish qonunini o'rganishimiz uchun yassi ko'zgu bilan o'rganib bilmaymiz. Qanaqadir shaffof muhit olsak, masalan, shisha. Ha? Shisha, shaffof muhit desak ham bo'ladi. Shaffof. Shaffof degani yorug'likni o'tkazadi. Bir qismini qaytaradi, bir qismini o'tkazadi. Shunaqa shaffof muhit olsak va yorug'likni qanaqadir alfa burchakka tushirsak, tushish burchagi bumi? Yo'q, ha? Perpendikulyarga nisbatan, ha? Qanaqadir burchakka tushadi, qanaqadir burchakka qaytadi. Mana bu alfa, bu beta edi. Betamiz alfaga teng edi, ha? Tushish burchagi, qaytish burchagi. Shisha bo'lgani uchun mana bu perpendikulyarni davom ettirsak, qanaqadir burchakka sinadi. Mana. Demak, sinish burchagi ham o'z-o'zidan singan nur va perpendikulyar orasidagi burchak bo'ladi. Singan nur va o'tkazilgan perpendikulyar orasidagi burchak. Mana buni singan nur deb, sinish burchagi deb bilamizmi? Sinish burchagi qaysi bo'ladi desa, mana bu singan nur va perpendikulyar orasidagi burchak nima ekan? Sinish burchagi bo'ladi. Tak, endi yorug'lik tusharkan, qaytarkan, sinarkan, qanaqadir qonuniyat bormi desa, bor albatta yorug'likda. Doim tushish burchak sinusini sinish burchak sinusiga nisbati o'zgarmas saqlanadi. Masalan, birinchi holatda alfa 1 burchakka tushdi. Alfa 1 burchakka tushdi. Gamma 1 burchakka sindi. Tushdi, sindi deganim tushish burchagi, sinish burchagi. Xuddi shu shaffof muhitda ikkinchi marta yorug'lik nurini tushirganda alfa 2 burchakka tushdi. Gamma 2 burchakka sindi. Va hokazo. Turli xil burchakka tushganda, turli xil burchakka sinsa, qanaqadir qonuniyat bormi degan savol tug'iladi. Bor. Men hozir aytganimday 10 xil burchak ostida tushirsak, bitta shaffof muhitga turli xil burchaklarga tushirsak, turli xil burchaklarga sinadi. Ammo tushish burchak sinusini sinish burchak sinusiga nisbati o'zgarmas saqlanadi. Ya'ni, masalan, sinus alfa 1 taqsim sinus gamma 1 teng bo'lar ekan nimaga? Sinus alfa 2 taqsim sinus gamma 2 ga. Yana teng va hokazo sinus alfa n bitta muhit haqida gap ketyapti. Taqsim sinus gamma n. Mana shularni hammasi doim o'zgarmas saqlangani uchun buni n bilan belgilaymiz. Qanaqadir n bilan. Sinus alfa n ni nima deb nomlaymiz? Tushish burchak sinusi. Sinus gamma n chi?
sinish burchak sinusi. Birinchi burchakni tushish burchak sinusini sinish burchak sinusiga nisbati, ikkinchi boshqa burchak uchun nisbat, yana boshqa burchak uchun nisbat, hammasi teng bo'lib, buni o'zgarmas n harfi bilan belgilasak, endi n bu o'zgarmas son. Burchaklar o'zgarganda tushish burchaklari, sinish burchaklari o'zgaryaptimi? Demak, bu nimani ifodalaydi desa, muhitni qanaqaligini ifodalaydi-da. To'g'rimi? Mana bu yerimiz havo edi. Havo. Faraz qilaylik, bu suv yoki pastki qismi suv bo'lsin. Shisha demadik endi. Shaffof muhit deganda suv desak, demak hamma joyi yorug'lik shishadan o'tyapti emas, hamma joyi shisha emas, suv desak yaxshiroq ko'rinadi. Lazerchamizni yorug'likni tushirdik. Suvdan bir qismi qaytadi, sirtiga tegib, to'g'rimi? Qolgan qismi sinadi. Parallel nurlar dastasini yuborganda. Endi mana bu nisbatlar o'zgarmas son bo'lgandan keyin mana bu n suvga tegishli bo'ladi-da. O'zgarmas son suvni parametri desak bo'ladimi? Chunki burchaklar, tushish burchaklari o'zgarganda sinish burchaklari o'zgaryapti-ku. Nisbat o'zgarmayaptimi? Bu faqat suv uchun son bo'ladi. Mana shu n ning nomini absolyut sindirish ko'rsatkichi deydi. Demak, n nima ekan bu yerda? O'sha o'zgarmas sonning nomi nima ekan? Absolyut sindirish ko'rsatkichi. Absolyut sindirish ko'rsatkichi nima desa, havodan shaffof muhitga o'tayotgan yorug'liklarda tushish burchak sinusini sinish burchak sinusiga nisbatini ifodalaydi. Va mana bu havo bilan suv orasidagi mana bu chiziq bor-ku, mana shu chiziqni nomini ikki muhit chegarasi deydi. Tushundingizlar? Ikki muhit chegarasiga tushish burchak sinusini, sinish burchak sinusiga nisbatini nomini nima derkan? Absolyut sindirish ko'rsatkichi deydi. Tushunarlimi? Yozib oling. Demak, absolyut sindirish ko'rsatkichi o'zgarmas son bo'lar ekan va u jadvallarda beriladi. Men sizlarga ikkita misol aytaman. Masalan, suvni absolyut sindirish ko'rsatkichi taxminan 1.33 ga teng. Shishaniki 1.5 ga teng. Masallarda ko'proq mana shu ikkalasi uchraydi. Suv bilan shisha. Bu o'zgarmas son degani, demak, qaranglar, doim lekin absolyut sindirish ko'rsatkichi deganda havodan qanaqadir muhitga o'tish tushuniladi. Birinchisi havo bo'lishi shart. Havoni o'zini sindirish ko'rsatkichi n havo 1 ga teng. Tushunarli? Havoda, chunki havoni o'zida tarqalganda hech qayerga sinmaydi-da yorug'lik. Ya'ni havoning sindirish ko'rsatkichi 1 ga teng bo'lsa, nima ma'no bildiradi? Bular mana bu ikkala son ham havoga nisbatan olinganda, havodan o'sha muhitga tushayotgan yorug'lik uchun olingan. Masalan, suvning absolyut sindirish ko'rsatkichi 1.31 degani, 1.33 degani 4 taqsim 3 aslida. Bu degani sinus alfa taqsim sinus gamma tushish burchagi, havodan suvga tushish burchagini sinish burchagiga nisbati suv bo'lganda doim 1.33 ga teng ekan. Qachon desa, havodan nimaga o'tganda? Suvga o'tganda. Bu burchak, masala yechishda mana bu son doimiy beriladi. Tushish burchagini masalan 30 gradus burchak ostida tushiradi-yu,
bizdan sinish burchagini so'raydi. Masalan, shunda bir noma'lumni tenglamaga keladi, yechib bilasizmi masalani? Ma'nosini ham tushundingizlarmi? Doim havodan shaffof distillangan toza suvga o'tishda sindirish ko'rsatkichi o'zgarmas bo'ladi degani, tushish burchak sinusini sinish burchak sinusiga nisbati o'zgarmas son bo'ladi. Xo'p. Endi bu absolut sindirish ko'rsatkichi haqida. Bizga doim havodan qanaqadir shaffof muhitga tushmaydi-da yorug'lik. Masalan, shishadan suvga, suvdan shishaga, yoqutdan suvga, yoqutdan shishaga, shishadan yoqutga bittasi havo bo'lganda doim bitta n olinardi. Absolut sindirish ko'rsatkichi endi. Endi ikkita muhit ham havodan boshqa shaffof muhitlar bo'lsa-chi desa, unda qaysi qonuniyat o'rinli? Ikkalasini ham havo bilan bog'lab qo'yilgan jadvali bormi? Masalan, suvni havoga nisbatan absolut sindirish ko'rsatkichi bor bizada. Shishani ham havoga nisbatan sindirish ko'rsatkichi bor. To'g'rimi? Endi suvdan shishaga desa, yuqori qismimiz masalan shisha bo'lsin. Shisha, pastki qismimiz suv bo'lsin. Mana qanaqadir burchak ostida shishani ichidan endi yorug'lik nuri tushyapti suvga. Suvga tushganda qanaqadir burchakka qaytadi. Tushish burchak. Mana bu tushish burchagini bu yoqdan qo'yay. Mana bu tushish burchagi alfa deyman. Qaytish burchagi beta, u alfaga teng bo'lgani uchun alfa bilan belgilashga haqqim bor. Sinish burchagi qanaqadir mana to'g'ri ketish kerak edi, boshqa burchakka sindi mana. Gamma. Bunda demak buni sindirish ko'rsatkichi n1, buni sindirish ko'rsatkichi n2 bo'lsa, qaysi qonuniyat o'rinli bo'ladi desa, sinus alfa taqsim sinus gamma teng bo'ladi n2 taqsim n1 ga. Bu ham teng n2 taqsim n1 ga. Teng n1/2. Hozir sinus alfa taqsim sinus gamma teng n2 taqsim n1 teng n1/2. Bu nima ma'no bildiradi desa, tushish burchak sinusini endi turli xil muhitlar bo'lganda sinish burchak sinusiga nisbati ikkinchi muhitning absolut sindirish ko'rsatkichini, absolut degani havoga nisbatan, birinchi muhitni absolut sindirish ko'rsatkichiga nisbatiga teng. Bu bo'ladi n birinchi muhitni n1/2 yozilgani birinchi muhitni ikkinchi muhitga nisbatan sindirish ko'rsatkichi deydi. Shu uchun ham n1/2 ni nisbiy sindirish ko'rsatkichi deb ataymiz. Ko'rsatkichi. Qaus ichida kommentariy izoh beraman. Bu degani ikkinchi muhitni birinchi muhitga nisbatan nisbiy sindirish ko'rsatkichi. Tushunarlimi? Hamma tushundimi? Yozib oling.
Demak, davom etamiz. Absolyut sindirish ko'rsatkichi ma'nosi. Bitta ma'nosi tushish burchak sinusini sinish burchak sinusiga nisbatlaydi. Ikkinchi ma'nosi havoga nisbatan yorug'likni tezligi, o'zi vakuumga nisbatan yorug'likning tezligi necha marta kamayishini ham ko'rsatadi. Bu degani yorug'likni vakuumdagi deyarli havodagi tezligi ham 3/10⁸ metr taqsim sekundga tengmi? Sizlarga endi qaranglar-da, ma'nosini qarang. Shishani absolyut sindirish ko'rsatkichi nechiga teng dedik? 1,5 ga. Nima deb o'ylaysiz? Shishada yorug'likni tarqalish tezligi qancha desa qanday topamiz? V shisha barobar 3/10⁸ bo'lingan 1,5 bo'ladi. Yorug'likni shishada tarqalish tezligi 3 ni 1,5 ga bo'lsak 2 ga teng 2/8 bo'ladi. Bu absolyut sindirish ko'rsatkichini yana bir xususiyati. Nisbiy sindirish ko'rsatkichi o'sha ikkita havodan boshqa shaffof muhitlarni birdan ikkinchisiga yorug'lik o'tganda tushish burchak sinusini sinish burchak sinusiga bog'lab beradi. Va absolyut sindirish ko'rsatkichlarini ham bir-biriga bog'lab beradi. Umuman olganda yorug'lik nuri bir muhitdan boshqasiga o'tganda qanday qonuniyat yuradi desa, sinus alfa tushish burchak sinusini sinish burchak sinusiga nisbati teng bo'ladi. N2 taqsim N1, ya'ni ikkinchi muhitning absolyut sindirish ko'rsatkichini birinchi muhit absolyut sindirish ko'rsatkichiga nisbatiga teng, yana teng bo'ladi. V1 birinchi muhitdagi yorug'likni vakuumdagi tezligini, birinchi muhitda yorug'likni tezligini ikkinchi muhitda yorug'likni tezligiga nisbatiga teng bo'ladi va birinchi muhitdagi yorug'likni to'lqin uzunligini ikkinchi muhitdagi yorug'likni to'lqin uzunligiga nisbatiga teng bo'ladi. Aslida lambda 1 nu1 bo'lingan lambda 2 nu2 tezlik degani v barobar lambda nu edi-ku. Lekin mana shu yerdan bitta qonun chiqadiki, bir muhitdan boshqa muhitga o'tganda yorug'likni qaysi xususiyati o'zgarmaydi? To'lqin uzunligimi, chastotami? Chastota. Shu uchun lambdalar nima qilar ekan? Qisqaradi. Yana bitta qoida chiqadi. Buni yozib olgandan keyin yozasizlar va men lambdalarni shu uchun ham o'chirib qo'yaman. Lambdalarni o'chirib pastida yozaman. Yorug'lik nuri bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda uning chastotasi o'zgarmaydi. Mana bu tenglamamiz sinus alfa taqsim sinus gamma n2 taqsim n1 v1 taqsim v2 lambda 1 taqsim lambda 2 deyarli barcha masalalarni yechishda ishlaydi. N 1 2 desak ham bo'ladi, ha?
Hozir oldin ko'rdik-ku bu masalani. Demak, xulosa nima bo'ladi? Xulosa birinchidan absolyut sindirish ko'rsatkichi n barobar havodan o'sha muhitga tushish burchak sinusini sinish burchak sinusiga nisbatiga teng ekan. Boshqa tomondan absolyut sindirish ko'rsatkichi yorug'likni vakuumdagi tezligini o'sha muhit uchun muhitdagi tezlikka nisbatiga teng va o'zgarmas son ekan. Uchinchidan nisbiy sindirish ko'rsatkichi, ya'ni birinchi muhitni ikkinchi muhitga nisbatan sindirish ko'rsatkichi, mana bu absolyut sindirish ko'rsatkichlari edi-ku. Ikkinchi muhitni absolyut sindirish ko'rsatkichini birinchi muhitni absolyut sindirish ko'rsatkichiga nisbatiga teng bo'ladi. Bularning nomi absolyut sindirish ko'rsatkichi, sindirish ko'rsatkichi, buni nomi nisbiy sindirish ko'rsatkichi. Demak, formuladagi alfa nima, beta nima, n1 nima, n2 nima, lambda 1 nima, lambda 2 nima hammasini yozdim. Daftarlaringizga yozib olinglar.